Hormaylar charchamasdan bugun haftalik bozorimizning tahlilini sizlar bilan birgalikda noodatiy tarzda ko'ramiz. Demak, noodatiy Alpha Tradingni shanba yakshanba kunlari har bir guruh uchun bepul darslarni e'lon qilgan. Aynan mana shu viloyatidan qat'iy nazar har shanba yakshanba kuni bitta guruh 4 hafta davomida bepulga o'qitilyapti. Va ular qanaqa sharoitda va qayerda o'qimoqda deganlar uchun video davomida lokatsiya va shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'taman. Videoni kerakli insonlarga jo'nataylik. Tradingni noldan boshlamoqchi bo'lganlar uchun bu guruh qabulini e'lon qilgan. Shart-sharoitlarni video davomida va lokatsiyalarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Описанияda kerakli link va sizlar uchun foydali bo'lgan guruhimizning asosiy linklarni qoldiraman. Ishingizga omad, kuningizlar yaxshi o'tsin. Video davomida lokatsiyamizni va ofisning shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'taman. Bo'lmasam bugun obzorimizni boshladik. Aynan bizani hozirgi kungacha qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'zini aktivligini ko'rsatib 2265 nafarga yetgan obunachilarni har biriga alohida rahmat. Bu kommentariyalar albatta bizani har doim kontent olishimiz uchun kuch bo'ladi. Alpha Trading doim sizlarni toza, sifatli, tartibli bilimlar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etadi va 5-dars ham tez orada mana shu hafta oxiriga chiqarishni maqsad qilib qo'yganman. Xudo xolasa chiqadi ham. Ishingizga omad. Bundan keyin hozir obzorimizni to'liq boshlaymiz. Ketdik. Bo'lmasam bizda qanaqa imkoniyatlar bor? Birinchi o'rinda har doimgidek dollar indeksidan boshlaymiz. Va bundan tashqari bizda kutilayotgan hafta davomida yangiliklar bilan ham tanishib o'tishimiz kerak. Xo'p, mana shu haftani o'zida qanaqa yangiliklar bor? Xo'p, eng kuchli yangiliklardan bittasi bor ekan. Xo'p, bo'sh ish o'rinlari. Ko'pchilik ingliz tilida darslarni ko'rgani uchun ingliz tilida ko'rsatib qo'ya qolaylik, chunki PMI, ICP kabi yangiliklarni ko'pchilikda yangiliklar tartibi o'zgarib ketadi. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Haftalik JOLTS yangiligi juda katta yangiliklardan bittasi bor. Xo'p, bizlar uchun yana eng katta yangiliklardan 17:00 yevro uchun tez orada. Xo'p, eng katta yangiliklardan bizda dushanba kuni bozorimizda stabil harakatda bo'lar ekan va bizda seshanba kunida 19:00 da eng katta yangiliklar kutilmoqda. Bundan tashqari non-farmgacha bo'lgan kichik ishsizlik darajalari va qaysidir ma'noda bozorga volatillik bera oladigan top yangiliklar 17:30 da 30-sanani yangiliklar jadvalida taqdim qilingan. Va bizda payshanba kuni bayram. Ya'ni bozorda yena paralari, yevro paralarida ancha harakat susayib qolishi mumkin. Lekin dollar va paralarning o'zida asosiy harakat saqlab qolinadi. Xo'p, endi bundan keyin hafta davomida faqatgina chorshanba va bizda seshanba kunlari aktiv bozor ekan. Demak, bu haftani boshidan bemalol yangiliklarni kuzatib turib savdo qilishimiz mumkin. Xo'p, bizda 4 soatlik time frame bo'yicha oladigan bo'lsak, kunni yuqorisiga harakat berib turibdi dollar indeksi. Global trendlarni oladigan bo'lsa ham, bu oddiy klassik tahlilda ham dollar indeksi buyga impuls bergan. Buni yangi Focus degan Forex Fox Analysis degan kanalimizga berib qo'ydik. Описаниеda linklarni qoldiraman. Xo'p, endi bizda kunlik time frame bo'yicha oladigan bo'lsak, kunlik time frame'da bozordagi eng kuchli trend bizda down trendga ketib bormoqda. Ya'ni sizlarning bozordagi fokusinglarning katta qismi dollar indeksi uchun selda bo'lishligi
birmuncha sizlarni riskdan saqlab qoladi. Hozirda ko'pchilik kutayotgan bozorda yo'nalishi dollar indeksi uchun selda bo'lib turibdi. Bu katta time frame'ga. Har birida o'zini kichik time frame trend hosil bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaylik. Xo'p, bizda kichik time frame'dagi trendlarni ham ko'zdan kechiradigan bo'lsak, dollar indeksi uchun juda ham impulsli harakat bo'lgan, chunki juda ham tariflar bo'yicha noaniqlik ko'payib ketdi oxirgi paytlarda. Shu sabab ham bozordagi volatilность birmuncha kuchli bo'lib turibdi ayni vaqtlarda. Xo'p, endi bizda eng kuchli bozorda gradusini oladigan bo'lsak, hozirgi holati bo'yicha 40-35 gradusdan 40 va 35 gradus oralig'idagi bozor o'rtacha kuchli trend bilan turibdi. Hozirgi holatida tinimsiz gap qilib turibdi, ya'ni bozorda impuls birmuncha juda ham noaniqlik kattaligi uchun kuchli bo'lib turibdi. Xo'p, endi bu tomondan ham hosil bo'lgan gapni oladigan bo'lsak, sizdagi impuls harakatini tasdig'ini berib ketgan, ya'ni gapni qoplashga bozor juda ham katta harakat qilib kelib qoplay oldi. Hozirda endi bizda faqatgina PDX qoldi. PDXda likvid bor, ya'ni bu degani sizlar uchun hali dollar indeksida trendga asosiy bitta tegishcha berganidan keyin bu likvidni yechish uchun bir marta PDX ga, ya'ni o'tgan haftani juma kunidagi maksimumiga volatilность o'zgarib bitta yechish ehtimoli bor. Shu sabab dollar indeksiga qisman hozir videoni ko'rayotgan vaqtinglar ertalabki O'zbekiston vaqti bilan 9:17. Shu sabab sizlar o'zinglardagi vaqt bilan bozorning vaqtini hisobga olinglar. Men shogirdlarimga kursni berish uchun +5 ga qo'yganman. Yangiliklar analizi, dars davomida foydalanadigan praktikadagi holatlar uchun O'zbekiston vaqtida turadi. Trade qilish vaqti kunduzgi 12 dan keyin men buni -4 ga qo'yaman. Caracas, New York time frame ga o'tkazaman. Hozir sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun shu taymga qo'yib turibman. Odatda menda -4 da turadi. Sizlar ham maslahatim New York vaqti bilan ishlamoqchi bo'lsanglar -4 da qo'yib ishlaylik. Xo'p, endi bizda bozorda dollar indeksi uchun yuqoriga, ya'ni likvidlar yechilishi kutilmoqda. Likvid deganda mana bu yerda aniq turibdi. Ya'ni bu yerda buy side likvidimiz ancha bozorda yig'ilib qoldi va bu yechilishiga, ya'ni buy side likvidni bitta maksimumini sweep qilishiga sabab bo'la oladi. Xo'p, Bitcoinda ko'rib o'tadigan bo'lsak, Bitcoin umumiy hisobda 94 ming narxga kelibdi. Hozirda Bitcoin uchun kunlik time frame juda ham katta impuls ko'rsatgan, ya'ni trend juda katta kuch bilan yorib chiqqan va hali tasdiq bermagan. Shu sababli sizlarga ham maslahatim, juda katta risk bilan Bitcoindagi bitimlarni bayga ushlab turmanglar. Sababi hali bir marta kuchli tasdiqqa tushishi kerak. Shuning uchun Bitcoinda uzoq muddatli bayda ushladim degan fikrdan yiroq bo'laylik. Bu yerda Bitcoin uchun asosiy zona qoldirib ketildi. Trend yorilganida juda ham kuchli RBR, ya'ni SNRchilar tushunadigan eng yaxshi buy zonasini 85 ming va 84 ming oralig'ida qoldirib ketdi. Bu degani sizlar uchun buyga imkoniyat hali bor. Sizlar hozir buyni ushladim deb turib saqlab o'tirmaydi. Xo'p, qayergacha harakat bo'ladi? Bu yerda buy side liquid yana ham hosil bo'lgan va shu yergacha men birinchi marta kutib olmoqchiman. Bu o'rtacha 104-103.500 narxga to'g'ri keladi. Lekin hozirda emas. Bir marta bozorda trend yorilgandagi holatlarni yechib berishiga va bu yerda bitta order blok qoldirib ketgan ekan. Shu order blokgacha bo'lgan holat bilan keyin buyga harakat qilishinglarni qachonki tasdiq topsanglar, aytaylik buni ichida trend yasay olganda yoki likvid yasay olganda keyin ungacha shoshmay turinglar. Xo'p, g'oyamiz likvid yasalgandan keyin 104 mingga qarab harakat. Order blok test qilish mumkin. Low'iga agar mana bu yerga kesada trend yasamasdan impulsli harakat, mana shunaqa yashil svechalar kabi selga oqib keladigan bo'lsa bozor, sizga maslahatim hech qanaqa buyga risk qilmanglar. Qachonki kichik time frame 15 ta va 5 ta trend yasay olsa, sizlarga keyin tasdiq sifatida model kutinglar. Xo'p, bizda
agar bu zonaga hujum qilib kirib kela olsa impuls bilan, bu yerda bizadagi kirish narxlarimizni 80.500 80.300 dan mana shu oralig'dan bay kutib olinadi. Hozirda kelganidan bu zonadan risk qilmaydi. Impuls bilan kelsa, agar yon bilan model yasab tushib kela olsa, kichik time framelarda trend yasay olsa, shu zonadan 84.000 va 85.000 zonalardan bay izlab ko'ramiz tasdiq bilan. Bitcoin analizimizga ketdi, dollar indeksimiz analizi ketdi. Xo'p, endi euro dollar. Euro dollar analizimizda haftalik time frame kuzatadigan bo'lsanglar, juda ham katta impulslar bo'ldi o'tgan hafta davomida. Bir vaqtda o'zida ham maksimumlar ham minimumlar yechilgan. Bizda o'tgan haftani minimumini oldik. Endi bizda 1 soatlik time frame. Hozirda bozor juda ham kuchli haftalik range holatiga tushib qolganiga, bizda faqatgina bitta fakt bor. Bu uzoq muddatli signal emas. E'tibor qilaylik. Model berganida bizani g'oyamiz ham o'zgaradi. Xo'p, eng kuchli time'ni hisobga oladigan bo'lsak, kunlik va haftalik time frame'lar impulsni yuqoriga yo'nalib bo'lgan. Shuning uchun selga risk qilganda kichik time frame trendlarni kuzatish yodingizdan ko'tarilmasin. Hozirda bizda katta time frame'larni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, yuqoriga nisbatan bozorda juda ham kuchli AMD patternni nakapleniya qilib o'tirganda, keyin hozirgi harakat bilan chiqib ketishga harakat qilyapti. Xo'p, bu yerda akkumulyatsiya jarayoni bo'lgan. Akkumulyatsiyadan keyin bir marta manipulyatsiya qilib bera olgan. Minimumda manipulyatsiya bo'lgan. Bu 4 soatlik time frame, e'tibor qilinglar. Bu yerdagi manipulyatsiyadan keyin bozor yana ham kuch yig'ish arafasida turibdi. Ya'ni qanaqa kuch yig'ish? Xo'p, bizda minimumni yechganida bu yerda chap tomonda triple method modelini bergan. Buni ham bitta zona sifatida qabul qilishadi ko'pchilik. Triple method zona sifatida bayga yurib berishiga bitta sabab bo'la oldi. Maksimumda yorilgandan keyin bizda AMD, ya'ni bu yerda akkumulyatsiya jarayoni bo'ldi. A qilib belgilab qo'ydim va bu yerda manipulyatsiya, ya'ni M qilib belgiladim va distribution arafasida turibdi. Bu mana shu yerdagi narx bo'la oladi. Endi range da o'lchaydigan bo'lsak, ya'ni bu nakapleniya deyiladi rus tilida. Hozirgi holatdan mana shu minimumdagi harakatdan bizga 1-2 soatnashini qoplashini kutib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta bu trend yorganidan keyin 1-2 kutib olish tavsiya qilaman va ungacha sizlar Trendway Kasaniyani kutib olinglar. Ya'ni bizda birinchi impuls trendgacha bo'lgan holatda va keyin trend yorilishiga, agar shu trend yonida yonga yurish boshlanib, yana flat modellarni yasashni boshlasa, trend yorilishini bemalol bitimni shu yerdan bay ushlaganlar vizubitga ushlashi mumkin. Va qayergacha? Line chartga oladigan bo'lsanglar, bu yerda buy side liquid qolib ketgan. Aynan mana shu yer o'zida buy side liquidgacha bitimlarni ushlab turinglar. Bir vaqtda o'zida 2 marta 2 xil strukturada sizlarda liquid bera olgan, esingizdan chiqarmanglar. Kelishiga sabab doim bozor xuddi mashinanglar zapravkadan uyiga, uydan ishga, ishdan yana ham zapravkaga yurgani kabi bozor ham likviddan likvidga to'yinib yuradi. Hozirgi holatda imенно mana shu yerdan buy kutishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi range holatiga tushib bergan. Kimdir range yorilishini kutaman deydigan bo'lsa, bir muncha imkoniyatlarni qo'ldan chiqarib qo'yish mumkin. Bir marta low'ni yechish ehtimoli yo'q emas, chunki kichik time frame'da ham trend bor. 1 soatlik time'da ham oladigan bo'lsanglar, bu yerda ham line chartda olib to'g'rilaymiz. Bu yerda ham trend bor. Hozir yorish arafasida, chunki trend yonida juda ham kuchli nakapleniya qilgan, ya'ni yig'ilib, siqilib qolgan bozor. PDXni katta ehtimol bilan yorib keta oladi, chunki hafta davomida 2 kunda yangilik deyarli kuchsiz bo'ladi. Bizda 6 soatlik toki yangilik kirib kelgunicha bo'lgan vaqt oralig'i yorib chiqib ketishga yetadi degan umiddaman. Xo'p, birinchi euro dollarimizdan kutayotgan punktimiz 200 punktga yaqin.
agar bu hozirgi holati bilan oladigan bo'lsak. Xo'p, endi yevro dollardan tashqari bizada fond dollar deyarli grafik jihatdan bir xil bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham likvid qolib ketgan. Likvidgacha bo'lgan harakatga agar bizada kutadigan bo'lsa ham, yana ham o'sha punktlarni berish arafasida turadi. Ungacha erta qaytish mumkin bo'lgan zonalarni ham ko'rsatib berib ketaman. Ya'ni sizlar savdo qilganinglarda juda ham uzoq vaqt bitimdan ushlab qolmanglar degan maqsadda. 4 soatlik time frame bizlar uchun asosiy o'sha 4 soatda bozor xuddi yevro dollar kabi line chartga olsak toza grafik. Bu yerda ham trend yorib chiqishi kerak. Pastda SSL grafik turibdi. Bundan o'sha откатdan olib bo'lgan. Hozir ham mana shu yerdan yana ham shpilka bilan, ya'ni bozor svechani soyasi bilan o'zini volatilnostini birmuncha bozor ochilgandan ko'rsatib turibdi. Aynan bu PDL ni harakati bo'lishi ham mumkin, ya'ni PDL yechilishiga hozir bunda ham buy kutish kerak degan g'oyaga asoslanib qolyapman. Hozir ham buy kirish mumkin. Birinchi take profit, ikkinchi take profit bularni likvidlari yechilishiga qadar. 1 soatlikda likvid bor. Imенно ikki tomonda ham bu xuddi yevro dollar kabi deyarli ikkalasi bir xil shakllanadi, faqat yangiliklar jihatdan qaysidir erta harakat qilishi mumkin. Trendga qaytib tekkaningizda yana ham buyga qiziqsanglar bo'ladi, chunki katta time frame yo'nalishlari buyga tomon yo'nalgan. Xo'p, bizada endi hamma qiziqqan paralardan bittasi. Xo'p, oltinning obzoriga qaytadigan bo'lsak. Xo'p, oltin obzorida dominant break juda ham kuchli hosil bo'lgan. Daily time frame ga oladigan bo'lsanglar va 4 soatlik time frame ga oladigan bo'lsanglar juda ham yaxshi ko'rinadi. Imенно men mana shu joylardan hali ham sel kutaman. Sabablardan bittasi bu dominant break holati. Mana shu holatda o'zingizlar uchun eslab qolinglar. 3414 va 3444-40 oraliqlari bilan juda ham kuchli sell bor. Bu bozorda dominantlik holati deyiladi. Xo'p, bo'lmasam analizimizga bu bitta strategiya bo'yicha obzor. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak. Xo'p, bizada eng kuchli kutilayotgan buy zonasi bor. Ya'ni to'liqligicha ko'rsatib beray. Xo'p, eng kuchli buy zonasi bizada V breakout ustida, ya'ni daily time frame ni olsanglar, V ni ustida hosil bo'lgan. 4 soatligiga o'tadigan bo'lsak, bizada juda ham kuchli FVJ qolib ketgan. Shu yerdan kuchli buy zonasini izlab tasdiq izlashimiz kerak. Qayergacha? Bizada kuchli buy zonadan откатimiz bor. Xo'p, 3340-3350 atrofigacha bo'lgan take profitli zonamiz bor, ya'ni shu yergacha bitimni saqlasanglar bo'ladi. Xo'p, endi kirishimiz mumkin bo'lgan joy. Agar mana shunaqa impuls bilan keladigan bo'lsa, maslahatim kirmanglar. Chunki bozor dushanba kuni baribir likvidlarni yig'ishga va uni to'ldirishga harakat qiladi. Xo'p, endi liniya grafikiga o'tadigan bo'lsak, bizda deyarli hech narsa ko'rinmayapti 4 soatlikda. 1 soatlik time frame da esa aniq likvidlar bozorda shakllanishida, ya'ni eng yuqori zonasida 3490 va 88 zonalarida juda ham kuchli likvid qolgan. Bu qachonki mana shu holatda hosil bo'lgan trendlarni yorib chiqqanida kutish mumkin. Mana shu holatdagi trend. Hozir juda ham kuchli down trend holatiga tushib bo'lgan. Buni qanaqa qilib ko'rsak bo'ladi? Minimumlarni yechib o'tib ketgan. Mana shu holatda minimumlarni yechib bo'lgan va bozor qayta tiklana olmayapti. Hozirda global tahlilda ham bozorda juda ham kuchli bozorda kutilayotgan narxlari bor. 2500 va 2600 narxlar. Xo'p, mana shu kanalda hozirda yuritib kelyapman. Alpha Forex Focus degan kanalda. Bu faqat g'oyalar uchun. Endi bunda yangiliklarni ham berib boryapman. Xo'p, kiradigan bo'lsanglar, SEO Solid Core, ya'ni mana shu kompaniya sizlarda oltin narxini 2500 ga tushishi haqida o'zini fundamental bilimlar asosida keyingi 12 oy ichida 2500 ga tushishini ehtimolligini beryapti. Ya'ni bu rekordning maksimumlarga chiqqanini hisobga olgan holda. Shuning uchun maslahatim
Global tahlilchilar Goldman Sachs ham oltinni 3300 ga 3,5 mingga chiqadiganda 90% bozordagi insonlar ishonmagan va faqatgina 10% odam ishongan. Shuning uchun ham ko'pchilik g'oyasidan ko'ra katta kompaniyalarning g'oyasiga ishonchli deb qaraydi. Jahon liderlari nimanidir maqtasa har doim sotilganda katta kompaniyalar asosli ma'lumot bilan chiqqanida va mana bunaqa statistikalarni bera olganida sizlar ham o'ylab ko'ringlar va bozorda 2,5 ming narx atrofidan buy nima bo'lishi mumkinligini qidiringlar. Xo'p, bo'lmasam endi hafta davomida bozorda qanaqa harakat kutishimiz kerak? 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, hozirda ham juda ham kuchli sell zonasi bor, 3346-44 zonasi bilan. Trend oldida juda ham kuchli nakapleniya, ya'ni yig'ilish holatini berganda yorib ketadi. 4 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, hali hech qanaqa yig'ilish bermadi va bozor klassik holatda sell, ya'ni lowni yechib tasti bilan sell ketmoqda. Shu sababli 3246-44 zonalari bilan 15 minut va 5 minutlik taymda trendsiz buyga tasdir olib qo'ymanglar. Chunki juda ham katta holat bilan trendni o'zgartirib ketmoqda. Global yo'nalish oladigan bo'lsanglar ham sizlarda trend endi uptrend kuchini yo'qotib bo'ldi. Shu sababli sizlar ham maslahatim sekinlik bilan fokusinglarni hada buyga prosatkega ushlamasdan sellga ushlashga harakat qilinglar. Bu yerda o'rtada juda ham kuchli fantom trend yasalgan, ya'ni bu trend kuchsizlanayotgani belgisi. Mana bu holatlar juda ham bozorda kuchsiz trend hosil bo'lib, tez orada tendensiya o'zgarish haqida ma'lumot beradigan trendlardan biri. Xo'p, bu yerda ham klassik holatda trendimiz yorib tusha oldi. Sizlarda aynan mana shu trend yorib tushishidan oldin FV ga berib ketgan, buni qisqa muddatli sell uchun ishlatish mumkin degani. Xo'p, buni hamma mana shu joydan FV ga olgani uchun bu likvid uchun keladi 3350 bilan. Maslahatim impuls bilan keladigan bo'lsa, likvidni kutinglar. Ya'ni likvid deganda mana bu yerdagi sell side liquid va buy side liquid strukturalarni internetdan qidirsanglar chiqadi. Mana bu buy side liquidni yechilishi, ya'ni shu zonaga kirib kelishini kutinglar. Endi bizda oltin yana bitta valyutalardan biri edi. Xo'p, dollar paralaridan yana bir eng ko'p savdo qobiliyatida ega bo'lgan para bu NZD USD bo'ladigan bo'lsa, buni ham qisqacha ko'rib o'tamiz. Hozir bozor juda ham buning uchun ham impuls bilan harakat qilib bergan. Xo'p, range holatiga tushib qolgan, sababi bizda juda ham katta dollar va noaniqliklar bo'lib turibdi. Xo'p, bizda juda ham kuchli siqilish bor. 4 soat davomida bozor shuncha yonga yurib chiqib keta olmayaptimi? Bu valyutada ishlash tavsiya qilmayman ayni holatda. Agar bizda bitta sweep qilib berganda ham, ya'ni sweep deganda lowni yechib berganda ham, mana shu holatda berganda ham AMD, ya'ni akkumulyatsiya deb turib kutib, shu yerdan buyga kirishimiz mumkin bo'lardi. Hozircha hech narsa yo'q. Mana faqat texnik tomondan buy berishi mumkin bo'lgan holat bor. Bu sabab qoldirib ketyapti. Line grafikka olsanglar, sell side liquid holatini berdi. Sell sidedan uzoq muddatli emas, chunki bozor juda ham kuchli range va kichik time frame trendiga kirib qolgan. Hozir qisman yordi-yu, lekin hali yopilgani yo'q, yorgan holatida. Shu yerdan buy kutib olsanglar bo'ladiganga o'xshaydi. Maniki bitta zona berib ketibdi. Xo'p, bizda eng yaqin impuls harakatlari bo'lgan joylar. Bittasi gap holati bo'lgan va tasdiq. PD equality bu o'tgan haftadagi jumaning yarmisi. Xo'p, mana shu holatda bitta kelaveradigan bo'lsa ham yoki hozir ham bir marta buy kirib risk qilsanglar bo'ladi. Euro dollar kabi bu ham impulsni yuqoriga kutish haqida texnik jihatdan ma'lumot berib turibdi. Buni fundamental tomondan ham o'rganib, sizlar fikringlarni yana ham mustahkamlab, qaysi tendensiyaga ko'proq imkoniyat borligini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, USD yana parasini ko'radigan bo'lsak, NZDni ko'rdik, USD yana. Xo'p, USD yana parasida juda ham kuchli, bu yerda ham fakshitda dahshatli ketgan.
impuls umuman deyarli to'xtamagan. Xo'p, bizda 3 kun va 12 soat bozor ko'tarilgan 408 punkt va hozirda trend yorgan va buni sababi bu yerda ham juda ham kuchli likvid borligi uchun tasdiq bilan oqib ketmoqda. Hozir ham yo'ldan sel kirmoqchi bo'lganligi. Bu video endi yarim soat 1 soatdan keyin chiqadimi, o'zingizlar kontrolga olishinglar kerak tasdiq bilan. PDLni yechilishida ko'proq haftani low'ni ham kutib olish mumkin. Haftani low'igacha. Bir soatlik time frame. Bu yerga kelishiga konkret sabab bor. Bizda sell side liquidimiz bor. Bozorimizda triple method modeldan berilgan, aynan shu yerda o'rtacha impuls kutishimiz mumkin bo'lgan punkti sizlar uchun 354 degan bilan baribir yo'lda to'xtalishlar bo'ladi. Kimdir save qiladi. Save qilishinglar mumkin bo'lgan joylarni ham belgilab ketamiz. Mana bu birinchi, ikkinchi save qilishinglar kerak bo'lgan tochkalar. Ya'ni TP1, TP2 degandek take profit 1 va 2 bizubitkada saqlab turishinglar mumkin bo'lgan joy. Bu haftalik obzorimiz edi. Bundan keyin ham obzorlarni chiqarib borishga harakat qilamiz va videoni tagida kerakli linklarni qoldirib qo'yaman. Broker bilan muammolar bo'ladimi yoki boshqa prop shotlarni olishinglarda viza yoki boshqa muammolar bo'ladimi? Bemalol murojaat qilsanglar. Alpha Trading hech qachon hech kimga yordam berishdan qochmagan. Hatto ko'chadan endi 0 bo'lib turib tradingni qanaqadir insonlar bilan tortishib o'rganishga harakat qilayotgan insonlar bo'lsa ham doim poddershkadaman. Ishingizga omad, yangi hafta hammaga omadli, barakatli kelsin. Sog' salomat bo'linglar.